Parizat Gölü haqidagi mazmunni yo'llagandan beri nurg'un do'stlarimiz mush ko'lning aslidagi aniq o'rni hamda xaritasi bo'lsa yo'llab bergan bo'lsangiz deb uchur qilibdi. Mush mazmunning oxiriga men Parizat Gölüninki xaritasini qoldirib qo'yman. Shuningdan ko'rib bilib olsanglar bo'ldi do'stlar. Bu ko'lga nurg'un do'stlarimiz berib boqqan ekan hamda mushu joyda nihoyat go'zal bo'lgan aslimlarni qoldirgan ekan. Nurg'un do'stlarimiz shu ko'lga borganda tushgan rasmlarni yo'llab qo'yibdi. Nihoyatda baxtli minutlarni xotirlabsizlar do'stlar. Qaraydigan bo'lsak bir juftlarning rasmlari bor ekan. Nima degan baxtli bir juftlar bu. Baxtinglarga texmi baxt qo'shilsin. Yana qaraydigan bo'lsak 25 yil avvalgi mush bolalik vaqtidagi mush ko'lning oldida tushgan rasmlarni yo'llab qo'yibdi. Ko'rib intayin suyundim. Bu rasmlarga qaraydigan bo'lsak, mana hargiz Shinjongning ichida bunday chiroyli yer bordi deb o'ylamaymiz do'stlar. Yevropalarni ko'z oldimizga keltirsak bo'ladi. O'zimizning yurtida mana shunday chiroyli go'zal ko'llar, go'zal yerlar bor do'stlar. Shunga mana shunday go'zal yerlarni o'zaro taqib, o'zaro hamkorlab qo'ysak bo'ldi. Bu yerda butunlay haqsiz anandan keyin har qatam sayohatga borgan vaqtinglarda mig'miq qumdek odamni ko'maysizlar. Shunda xoli kallanlarni aram oldirganga jimjit ko'ngilli holatda sayohat qilganga intayin mos keldi. Bu rasmni mundaqla qarasa to'y texnik qo'yayotganmi deb qoldi ekanmiz, lekin qo'ldagisi kulgan. Nihoyatda bir chiroyli tatlı rasm bo'libdi. Yana nurg'un rasmlar bor ekan, hamda vaqt munosabati bilan rasmlarni shuncha ko'rib turaylik. Hamda bu ko'lning asl o'rni hamda shu xaritasini bir ko'rsatib qo'yay. Bu ko'lga G'ulji tarafdan kelsanglar bo'ladi yoki Kucha Maytog'dash yo'l tarafdan Chavarma orqali kelsanglar bo'ladi. Shu ko'k rangli to'g'ini bo'lsa, shu ko'lninki asli o'rni. Ko'l bilan Tangbola yayliqining oraliqi 20 km chiqadi. Hamda bu Chavarma degan yer bilan bo'lgan oraliqmi 20 km chiqadi. Ko'l shu ikkisiniki o'ttirga joylashgan. Mush ko'lga berishni o'ylashayotgan do'stlar qolsanglar, mush mazmunni saqlab olib, foydalanib qolsanglar bo'ladi. Ondan mush boshpatda unidar nomerim bor. Meni qo'shish orqali so'rsanglar, men tengvayisini avatib beraman. Tunigundan boshlab nurg'un do'stlarimizga yo'llab berdim. Ondan keyin shu har xil sayohat yurishliklari, chidir, o'rindiq, ustal qatorliq narsalar lozim bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Men shu To'ppada butun Shinjongning har qanday yerga ta'minlab bera olaman. Boshpatda unidar nomerim bor.